Ajrashsa $500, to'y qilsa $250. Nega 10 tadan 8 ta rus oilasi ajrashaveradi? Rossiyada oila siyosiy qizil chiziqdagi mavzu, chunki ajrimlar bo'yicha dunyoda 3-o'rinda. Bu degani har 10 ta nikohdan 8 tasi ajrashish bilan tugaydi. Rus hukumatining esa bu holatga taklifi ko'pincha pul orqali, jazo yoki rag'bat bilan cheklanyapti. Bu safar Единая Россия deputati Mikhail Ivanov ajralgan oilaga $493 jarima solishni, yangi oila qurganga esa $246 dan mukofot berishni taklif qilmoqda. Huquqshunos Ilya Titov to'lov yoki jarimalar odamlarni ajrashishdan qo'rqitmasligi kerakligini aytayotgan bo'lsa, deputat Nina Ostina oila ahil bo'lishi uchun jazolash emas, moddiy ma'naviy yordam kerakligini bildirgan. Rossiyaning ajrimlarni narxda ushlash siyosatini rus jamiyati oilaga aralashuv deb hisoblashadi. Ularning fikricha, odamlar sevgi va hurmat sababli turmush qurishi kerak, pul uchun emas. Xo'sh, bu borada sizning fikringiz qanday? Izohlarda yozib qoldiring.